Qarang, savol. ABCD shakl to'rtburchak berilgan, ichida chizilgan, bu kvadratdan bo'lishi mumkin, to'rtburchak ham bo'lishi mumkin. YM 13 ga teng. YM 13 ga teng. BD mana bu 10 ga teng bo'lsa, AC bilan BD 90 gradus bo'lsa, mana toping deyapti. Mana bu shtrixlangan yuza bilan bu ikkalasini yig'insini so'ragan savol ekan. Demak, biz mana bundan boshlaylik. BD bizga 10 ga teng bo'lsa, ya'ni mana bu chiziqlar, tomonlarning o'rtalari, bu o'rta chiziq vazifasini bajaradi. Uchburchak deb qarasak, mana bu tomon 10 bo'lsa, bu tomon o'rtalari bo'lgandan keyin, demak, mana bu tomon 5 degan qiymat keladi. Ya'ni o'zi 10 ga teng, demak, unga parallel bo'lgan va o'rtasi bo'lganligi uchun bu 5 bo'ladi. Ana endi mana bu YM 13 bo'lsa, mana bu 13 bo'lsa, demak, 13 ni ham yozib qo'yamiz, mana 13 deb. Xo'p, bu bilan bu parallel bo'lgandan keyin mana bu chiziq. Xo'p, bunga perpendikulyar bo'lsa, demak, bunga ham perpendikulyar bo'ladi. O'z-o'zidan mana bu ham perpendikulyar ekanligi keladi. Demak, mana bu 5, bu 13 bo'lsa, bu 12 degan qiymat chiqadi. Agar bu 12 bo'lsa, demak, bu tomonlarning o'rtalari, keng tomonlarning o'rtalari. Tushunasizlar? Demak, mana bu 12 o'rta chiziq, mana bu bizga AC qiymat bizga 24 ekanligi keladi. Xo'p, endi obshe katta yuzani topsak, S to'rtburchak teng diagonallar ko'paytmasining yarmi. Diagonal bizga 24 bittasi, mana bu 24 ga teng. Bu diagonal 10 ga teng o'zi berilgan. Taqsim 2 qilamiz, 120 degan qiymat chiqadi. Obshe yuzi 120 ekan. Endi mana bu yuzani S1 deb olamiz. Bizda formula bor. Xo'p, ixtiyoriy uchburchakning o'rta chizig'i agar mana bu yuzi S1 bo'lsa, bu 3S1 bo'ladi degan qoida bor, buni bilasizlar. Ya'ni o'rta chiziq bo'lishi kerak. Mana endi shunga asosan bu S1 bo'lsa, mana bu yerdagi trapetsiya 3S1 bo'ladi. Agar mana bu S2 bo'lsa, mana bu yuza bizga trapetsiya 3S2 bo'ladi. Hammasini qo'ysak, 4S1 qo'shilgan 4S2 teng 120 ga bo'ladi. Bundan keladi S1 qo'shilgan S2 30 degan javob chiqadi. Misol, mana shu tartibda ishlanadi. Bizga o'sha so'ralgan yuza, mana bu S1 va mana bu S2 o'sha ikkalasi yig'insa so'rayapti. Javob 30 degan javob chiqadi. O'quvchilar, tushundingizmi?